Miyani charchoqa bo'lib qolgan to'g'risida eshitganmisiz? Siz eshitgansiz, hamma kasallik asabdan deb. Inson asabiylashgan paytda miya kuchsizlanib qoladi. Oqibatda bosh og'riq, bosh aylanish, uyqusizlik, quloqdagi shovqin, xotirani sustlashishi, yopishqoq fikrlar paydo bo'lishi, vahima kasallik, yurak kasalliklari, oshqozon ichak tizimi kasalliklari miya o'z vazifasini boshqara olmasligi oqibatida kelib chiqadi. Biz Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologik markazimizda bemorlarni o'sha miyasini quvvatini maxsus mashqlar oqibatida oshirganimizda bemorlarning ichidagi kasallik o'zidan o'zi bartaraf bo'lib, bitta dori-darmonsiz sog'ayib ketishmoqda. Agar shunday sog'aygan odamlar o'z og'zilari bilan aytgan natijalarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Smartrit Show degan tugmacha bor. Shuni bosingda YouTube kanalimizga o'tib, ularning natijalarini xohlagancha ko'rib olavering. 11-iyun kuni ertalab 10:00 da yangi offline webinarimizni birinchi bepul kuniga kelib qatnashingda, o'shanda 2 soat mobaynida bularni qanday sog'aytirganimiz to'g'risida batafsil tushuntirib beraman. Keyin siz ham qandaydir kasallikdan sog'ayishni xohlasangiz, kursimizga qatnashib, sog'ayganingizda ko'ring. Ma'lumot uchun mana shu telefon raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.